Yaxshimi bolalar, men Sardar, hammalarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugun qiziqarli bir narsa ishlamay, sizlarga mush Angliyada bo'lgan haqiqiy bir hikoyam so'zlab beray deb chiqib qoldim. Vaqti bala chuqum keyingi ko'rib baqsanglar bo'ladigan bir neyron deb o'ylayman. Mush Angliyaga yangi kelgan vaqtlarimda shunda yaqin bir do'stim bor mening. Bir haftada 6 kun birga bo'lmasaqmi, 5 kun tamoq yesakmi, kutubxonalarga borsaqmi, nima ish qilsaqmi birga qiladik. Shunda bir yaqin to'q. Men yangi kelgan vaqtlarda menga shunday yordamlarni qilgan do'stim. Mening bu do'stim oldingi yili 5-oyda bizning tug'ilgan kunni o'tkazib, ish yaptidek vaqt o'tdi ya o'tmadi. Tugab ketdi. Bu do'stim tugab ketib, bir mezgildan keyin o'zimni bir azroq besiq turib, shunda o'ylab aslimlarni qilib baqsam, bu do'stimning bir mijoz bor ekanda, bu doimlaliqi negative talking qilgan. Qanday tarjima qilamiz endi buni? Buningki ingliz tilida deb bersam sizlarga. Bro, I've been feeling like we're living in the virtual fake world. The few weeks after my funeral, my girlfriend's gonna move on, and my friends too. And my parents gonna cry for a while. Buni ham Uyg'urchaga tarjima qilib bersam, adash, men shu yolg'on dunyoda yashayapman. Biz yolg'on dunyoda yashayapmiz. Hammasi yolg'on. Men o'lib qolman. Men o'lib qolgandek his qilaman. Men o'lib qolgandan keyin meni shunday yaxshi ko'rmay deydigan qiz do'stim bir necha kundan keyin bizning turmush ritmiga qaytib, yana bir-birini tepib turmushini qamdaydi. Do'stim shu. Ota-onam bo'lsa, bir necha oy yig'labla shuningkin unutib ketdi, hamma ish o'zining ritmiga qaytdi. Men bu dunyoga ancha bakalik important emas. Demakchi-da. Bu gapni bir qatim emas, ikki qatim emas, uch qatim emas, to'lida aytdi bu. Doim ko'rsak, shu gapni qiladi. Ashta deb bag'an siri ish harakatlarda bizga o'zgarish yo'qoldi. Gaplarda ashta o'zgarish bir xil bek negativcho. Ashta boqagandan keyin bir mezgildan keyin tuyuqsiz uyda tugab ketibdi bu do'stim. So'rasam shu bek yiliqi mavu xomushlik hisli deb qo'ymiz hamda Uyg'urchada. Yijong bo'p ig'ir bir boshqa chiqib ketgan to'q. Uydagilar bildi ekan, ammo bu ota-onasi Jongdonglik kim o'zi Angliyada tug'ilgan ismi Bashir. Shunga bular hamda sivaysi biza fungjam. Nada unda xomushlik kasal va qo'shalamaslikdan o'ngishib qoldi deb o'ylayotganda azaldan psixik doktorlarga ko'ranmay ko'rinish xiyolim yo'q unda bir. Lekin bir mezgil o'tdi, buningki o'zining yurak islim bor ekan to'q. Meningki yuragim sal yaxshi emas endi. Ashta uyda vannaning ichiga yugan deb qo'ymiz endi bas. Ashtan ichida liq suv chinqab qo'yib shu faylar shu yerga borgan vaqtda shu vannaning ichida jon uzib ketgan to'q. Shu vannaning ichida yetayotgan vaqtda kallasiga ashta xiyollar kelib qolib kichik cho'kiblar, şey tugab ketgan deb. Hamda shu hozir shu kasallikninki, shu kasal bilan do'jon qilayotgan shu inlarim, do'stlarimga deydigan bir gapim. Ular o'zinglarni o'ttirib olib yoki bu hayotinglarni oxirlashtirib olgan bilan u azob to'xtab qoladigan ish yo'q. U degan bir shaxsiyatchilik. Kitlar azob qilib qoldi. Kimlar qilib qoldi? Sizlarni yaxshi ko'rgan odamlar qilib qoldi. Sizlar qilib qoldi, bir umr qilib qoldi. Birsini yaxshi ko'rishga, bu dunyoning kelgan xo'shallik, rangaranlikka o'zini atamaydigan bir umr azob ichida qilib qoldi. Azob hargiz to'xtamaydi. Xo'shallik shu yerda to'xtab qoladi. Sizlarni yaxshi ko'rdiganlarni sizlar ost xarakterlik o'ttirsizlar. Do'stlar bo'lgan bizcha mana masalanki men atrofidagi do'stlarimiz men bir cho'nizki bolalar hammamiz bir haftada cho'qim bir kun ya shanba yakshanba kuni yo'qlab boramiz. Azob bilan boramiz shu. Onasi bo'lgan odam mana oldingi kuni bir chiqqan to'q mana 1 yildan eshibdi. Hozirga qadar yig'layotdi. Shu o'ksib shundalik yurigidan yig'layotdi. 1 yil bo'ldi yeshdan ko'zdan yosh qurmadi degan gap. Qanday unutib ketdi otan degan. Shu aytda yaxshi ko'rdiganlarni cheksiz azob qo'ydigan gap. Men eng yaxshi ko'rdigan yangi rolchilarning birisi Gino Livesi deb rolchining ashta bir gapi bor. Sizningcha biz o'lib ketgandan keyin nima ish bo'ldi desa, o'lib ketgandan keyin men jiq ishlarni bilmayman, lekin mening birdan bir bildigan ishim meni haqiqiy yaxshi ko'rdiganlar cho'qim bak ko'nglim bo'ldi deydi. Bu oddiy bir gap, ammo tigi bak cho'nqur va chiroyli bir go'zal bir gapchi bu. Anki shu yijong alomati bor. Bolalar va yoki bolalaringlarningki ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa, ashta bir gaplarni qilib men yaramas u bu degandek gaplarni qilib o'zini yarlantirib qildigan ishlarni qilib qolsa, bu bolaning kayfiyati nachar bo'lib qolibdi, ichib kelgan ben so'mani pasak o'tdan bilan chiqib qolib, o'ngishib qoldi o'gillikka demak. Psixiki doktorlarga ko'z tutinglar. Bu cho'qim psixiki deganni biz bak cho'ng bir o'rinda qo'ymasak bo'lmaydi. Psixikidan bir masala chiqsa, butun badanningki qolgan chigvanlash ular asta-asta tugashib ketadigan bir ish bor. Mana bu yerga kelib qoldik. İçinden bir gülab sevlen billa yo'qlab chiqaya. Endi men ichini bekchiq suratga olamasligim mumkin, lekin chunki men mayaqtimni birisi tugab ketib qolibdi. Tugab ketganlarning ko'rmish uchun bekchiq olsam yaxshi bo'lmaydi, lekin sevlen billa yo'qlab chiqaydi. Mana ichkiga kirib qoldik, keyinda bir tugab ketishlar, ketib qaytib qolishlar bo'libdi. Bularningki hamda unda desam xato tushunmanglar. Men bu bindi Angliyaliklarningki ma sectionsi ayrim. Anki men yimillarning ayrim kenda. Nimishqa desanlar bularning urf-odat o'xshamagan ekan, hurmatsizlik bo'lib qoldi deb ashta qildik boshqalarga jimillarga shishir qilgan unda ish yo'q. Ma'vu degan mana bu bindi bingorinlarningki sectionsi. Bular mishta gullarni, qo'nchoqlarni ashta tizib o'tadigan. Yalaqaya crystal nim deymiz hamda xasho
Yalaqa jing tilani ashtatib o'tdik. Mana do'stimning 80siga kep bo'ldik, lekin bu yani bekchiq alanmaydek men. Yaxshi bo'lmoqdek bir gule vaq, ankin oyoqda bir qabr tashlarini surtib, gullarni qo'yib. Men sizlarga menda bir keldi, men menda ishlarni qildim demakchi emas. Endi keyincha men bu qaytganda ham işte do'stimni yo'qolgan vaqtlarni ko'rib, eslab o'tiray deb o'yladim. Xato tushunmanglar vallahi. Bekchiq suratga alanmoqdek men mana do'stimniki beshi. Nimalarni da'vat deb o'ylab qolganman men shu. Turkistonda Bashir Osman 2021 4-19 tug'ilgan. 2025 5-ci 5 vafot bo'lgan 24 yaşında. İhtiyacı var ruhumun sevgine ihtiyacı var şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün sana her günümün ihtiyacı var ihtiyacı var ihtiyacı var ruhumun sevgine ihtiyacı var Dostum o'ltirib, ozroq ko'ngil so'zimni yozib qo'ydim. Xetimbek satani vaqtni bir yak berib qopdi. Asta qaytib qolay deb vallahi. Mushiyakcha ko'rganimmi do'stlar rahmat. Yomg'irmi yog'ib ketibdi. Endi yomg'ir ko'chilishib, avtobus chiqmasam bo'lmoqdek. Kelar san ko'rishaylik. Hammalarning ishi o'ngishli bo'lsin, tininglar salomat bo'lsin, xayr bo'lsin.